Assalomu alaykum. Men Abbos Mo'minov, infobiznes.uz sayti muallifiman. Internet biznesning barcha texnik tomonlari endi video formatda deya nomlanuvchi kursimizning HTML bo'limini boshlaymiz. HTML haqida avval tanishishdan oldin saytlarni qanday ishlashi bilan tanishib o'tamiz. Saytlar ishlayotganda albatta ular internetga chiqarilgan holatda ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni biron bir saytdan foydalanayotganingizda uni brauzerga urul manzilini yozsangiz, uning tashqi ko'rinishi ochiladi. Saytlar hostinglarga yuklanadi. Hostinglar albatta IP manzillari bo'ladi. IP manzili ushbu IP manzillar orqali saytlarni joylanganda ularning asosiy birinchi sahifalari yuklanadi. Siz biron bir saytni ochsangiz, uning birinchi sahifasi ekranga yuklanadi. Ya'ni ushbu saytga kompyuter orqali buyruq berilganda, demak urul manzili orqali, internet orqali urulga buyruq berilganda, avvalo u DNS serverga boradi. Demak, DNS server. DNS server orqali kerakli manzil aniqlanib, demak saytning turgan manzili aniqlanib, o'sha hostingga demak so'rov xabar yuboriladi va ushbu hostingda turgan demak HTML ning sahifalari, masalan, agar HTML dan tuzilgan bo'lsa, HTML yoki boshqa bir dasturlash tilidan, web dasturlash tilidan tuzilgan bo'lsa, baribir uning asosiy birinchi qismi, demak index fayli yana javob qaytaradi. Ya'ni server ushbu faylni topib olib, demak saytni topib, demak DNS ga javob qaytaradi va DNS yana ushbu bizning kompyuterimizga yana javobni qaytaradi. Demak ushbu saytning ochilish strukturasi xuddi o'shanday tartibda. Har bir saytlar har xil hostinglarda turganligi uchun ularning ochilish tezligi, ishlash strukturasi demak har xilcha bo'ladi. Agar hosting juda ham yaxshi, ya'ni ishlash tezligi va zaproslarga tezroq javob bera olsa, demak ularning saytlarini ochilish tezligi ham juda ham katta bo'ladi. Demak hostinglar bilan tanishib oldik. Endi hostinglarni albatta chaqirayotganda biz domen bilan chaqiramiz. O'sha domen nomini bilan biron bir domen yozadigan bo'lsak, masalan ok.ru Odnoklassniki, demak ok.ru ni bersak, albatta ok.ru ni biron bir hostingda yuklatilgan bo'ladi. Demak, agar hostingda yuklatilgan bo'lsa, ushbu hostingda mana shu ok.ru ga bitta papka ochilgan va demak joy ajratilgan. Ushbu papkani albatta topib berish uchun unga nom kerak. Nomlar albatta IP manzil bo'yicha izlanadi. IP manzil bo'yicha izlanganda unga albatta DNS server zapros jo'natadi. DNS server orqali demak barcha domenlar ushbu hostinglarga bog'lanadi. Demak hosting o'sha domen tarkibiga demak hosting manzili berilgandan so'ng ushbu hostingdan ushbu papka qidirib topiladi. Demak DNS serverlar domenlarni ulab berish vazifasini o'taveradi. Demak domenni hostingga ulab berish vazifasini o'taydi. HTML saytlarning asosidir. Albatta HTML haqida gapiradigan bo'lsak, barcha saytlar birinchi o'rinda HTML tilidan tuziladi. Demak asosiy qolipi, asosiy strukturasi, ya'ni HTML tashkil qiladi. Demak biron bir saytni ko'raylik. Masalan, mana bu saytni oladigan bo'lsak, infobiznes.uz har bir bo'limi, demak ko'rinishi nima desak bo'ladi? Masalan, menyu qismi yoki buni yuqoridagi
logotip qismi va o'ng tomondagi menyular qismi, ya'ni right barlar har biri bir strukturali, masalan HTML da yasalgan. HTML da yasalgan, faqat tashqi ko'rinishi boshqa dasturlashtiruv orqali masalan o'zgartirilgan. Asosan demak HTML teglari orqali mana shu tashqi ko'rinishlar yasaladi. Demak aynan yuqori qismlari, masalan logotip qismlari yoki menyu qismlari HTML orqali yasalganda bunday chiroyli bo'lmasligi mumkindir, lekin asosan mana shu qolipi, demak asosiy strukturasi HTML orqali demak yoziladi. Saksonga 20 qoidasi. Bu nima degani? HTML da o'rganayotgan vaqtda albatta 80% ish kompyuterning o'zida. Demak, siz biron bir kompyuteringiz bor. Kompyuteringizda o'tirib o'zingizga kerakli bir papka hosil qilib olib, o'shanga HTML ning barcha kodlarini yaxshilab o'rgangan holda ishlarni bajaradi. Masalan, HTML da to'liq noldan boshlab o'rgansangiz, demak hammasini o'rganishga demak 80% narsa kompyuter orqali, ya'ni o'zingizning kompyuteringiz orqali internetga murojaat qilmagan holda bajariladi. 20 esa bu internetga bog'liq bo'lgan holat. Demak, agar HTML da 100% deb oladigan bo'lsak, 80% demak sizning kompyuteringiz orqali, 20% esa internet orqali bajariladigan bo'ladi. Demak, ba'zi bir kodlari, teglari internetga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda HTML ning ikkita versiyasi mavjud. Demak, HTML 4.01 va 5. Ko'pincha barcha webmasterlar HTML 4 versiyasini o'rgatadi. Lekin HTML 5 ga qaratilgan versiyalar hali video uroklari juda ham kam. Endi ko'payib boryapti. HTML 5 ning asosiy qiziqarli tomoni shundaki, unda kodlar soni juda ham kamaygan, lekin ishlash barcha brauzerlarga kelishi juda ham og'ir. HTML 4 versiyasi esa barcha brauzerlar bilan kelishadi. Demak, brauzerlarning ushbu kodlarni o'qi olish xususiyati yaxshi. Demak, 4 dagi yozilgan HTML 4 versiyasida yozilgan sahifalarni demak brauzerlar kodlarini yaxshi o'qiydi. Demak, 5 versiyada yozilganda juda sekin o'qiydi. Agar brauzeringiz yangi, demak internetdan yaqinda olingan bo'lsa, demak HTML 5 versiyasini ham juda yaxshi o'qiydi. Agar brauzer eski bo'lsa, demak 4 versiyasini yaxshi o'qiydi. Ikkita versiya haqida demak darslar davomida tanishib o'tamiz. Lekin asosiy biz o'rganadigan versiya HTML 4 versiyasi. Chunki HTML 4 versiyasi juda kodlar jihatdan juda ham ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bularni o'rganish juda ham osonroq. Ya'ni 5 ga nisbatan ishlatish osonroq. 5-bo'lim HTML sahifa yaratishda CSS demak tashqi ko'rinish berishda ishlatiladi. Yuqorida aytdik, demak asosiy HTML hisoblanadi. Demak, biron bir veb sahifa yasalganda albatta HTML da. Demak, HTML da sahifa yaratadi. Ko'rib turganlaringizdek, HTML masalan HTML orqali yuqori qism yasalsa, ya'ni mana menyu qism yoki masalan content qismi yasalsa, asosiy chiroylarni, demak bezaklarni CSS orqali beriladi. Darsimiz davomida albatta keyingi darslarda CSS haqida to'liq tushuncha beraman. Demak, CSS qanday bo'ladi, ularni HTML bilan qanday bog'lasa bo'ladi, ularni ko'rib o'tamiz. Lekin asosiy struktura, demak stranisa, demak biron bir sahifa HTML orqali yoziladi. Hozircha darsimiz shu yerda to'xtab turamiz. Keyingi darslarimizda HTML da asosiy kodlari bilan tanishamiz.